Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'rmanlar. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünə qızğın qarşı alamiz. Mən Ərşidin Ediqot. Tövəndə vətənimiz Şərqi Türkistan və dünya gün tərtibigə əlaqədar mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qani diqqətinizlər ekranımızda olsun. Xitay tuncu növbətlik Xitay O'rta Osiyo Maarif ministrlari yig'inini Urumchida o'tkazdi. Xitay O'rta Osiyoning har qaysi sohalarida ta'sirini uzluksiz kuchaytirayotgan bo'lib, turli xalqaro yig'in va munbalarning irqiy qirg'inchilik davomlashayotgan Sharqiy Turkistonda o'tkazilishi diqqat qo'zg'ab kelmoqda. Buning jumlasidan 12 may Urumchida tunji qatimliq Xitoy O'rta Osiyo Maarif ministrlari yig'ini o'tkazilgan. Xitoy Maarif ministrligining organ tor bitida xabar qilinishicha, atalmış Uyg'ur Abnum rayonluq partiya komitetining sekretari Ma Shingruy, Xitoy Maarif ministri Xue Jinping, muavin Maarif ministri Wu Yan qatorliq Xitoy amaldorlari yig'inga qatnashib so'z qilgan. O'rta Osiyo Jumhuriyatlaridan Qozog'istonning ilm-fan va oliy Maarif ministri, Qozog'iston Maarif ministri, Qirg'iziston Maarif va ilm-fan ministri, Tojikiston Maarif va ilm-fan ministri, Turkmaniston Maarif ministri va O'zbekiston oliy Maarif ministri qatorliqlar qatnashib so'z qilgan. Mashhur yig'inda kona iboralarini takrorlab, Xitoyning Sharqiy Turkistonning alohida jo'grafiyalik afzalligini to'liq joriy qildirganligini, O'rta Osiyo davlatlari bilan yuqori qatlamliq ma'arif va fan texnika ixtisosliklari o'rtasidagi hamkorlikni cho'nqurlashtirganligini, Sharqiy Turkistondagi universitetlar va har qaysi davlatlardagi universitetlarning qarorlik almashtirishni ilgari suradiganligini, xalqaro kutubxonalarni kengaytirganligini da'vo qilgan. Arqadan Xitoyning va O'rta Osiyo Jumhuriyatlarining ma'arif ministrlari ayrim so'z qilgan. Yig'inda Xitoy O'rta Osiyo ma'arif ministrlarining yig'in mexanizmi xizmat nizomnomasi va Xitoy O'rta Osiyo ma'arif ministrlari yig'inining Urumchi xitobnomasi ma'qullangan. Yig'inda yana Xitoy O'rta Osiyo kasb ma'arif birikma ittifoqi va Yer shari o'qituvchilar taraqqiyot akademiyasi O'rta Osiyo institutining qurilganligi e'lon qilingan. Shuning bilan birga Xitoy Qozog'iston Sarxil injenerlar institutining qurilishi to'xtami imzolangan. Bulardan sirt bir turkum tadqiqot hamkorlik organlarining qurilganligi e'lon qilingan. Xitoyning O'rta Osiyo davlatlari bilan bo'lgan hamkorligining doirasi borgan sari kengayayotgan bo'lib, bultur 24-sentabr Xitoy O'rta Osiyo davlatlari Oliy sud mahkamasi boshliqlari yig'inma Urumchida o'tkazilgan edi. Ayni vaqtda Xitoy sud mahkamasi O'rta Osiyo davlatlari sud mahkamasining boshliqlari bilan atalmış 3 xil kuch davlat halqagan tashkillik jinoyat, tordagi jinoyatlarga zarba berish qatorliq jihatlardan moslashish, hamkorlashishni cho'nqurlashtirish, rayon xavfsizligi, muqimlikni qo'g'dash haqida o'rtaq kengashganligini da'vo qilgan edi. Xitoy bu qitim O'rta Osiyoning ma'arif sohasiga ta'sir ko'rsatish orqali yumshoq kuchini texnik zo'raytirish niyatini oshkorlagan. Navbatda g'arb ellarida qadam-bu-qadam cheklanayotgan Konzi institutlari, Xitoy til kurslari O'rta Osiyo Jumhuriyatlarida kengaytirilmoqda. Xitoyning chet eldagi yumshoq kuchini, saxta tashviqotini zo'raytirish funksiyasidagi Konzi institutining organ to'rbitidagi uchurlarda ma'lum bo'lishicha, navbatda Qozog'istonda 5, Qirg'izistonda 4, O'zbekistonda 2, Tojikistonda 2 Konzi instituti bor ekan. Xitoylarning Turkiyada pash bo'lgan alohida josuslik harakati kuchlik g'ulg'ula qo'zg'adi. Turkiya davlatlik istixborot tashkiloti Istanbulda jiddiy harakat ijro qilib, saxta baza punktlari qurish vositasi bilan josuslik qilgan 7 Xitoyni qo'lga oldi. Turk kanalining bu vaqtdagi xabarida CNN qayd qilinishicha, Turkiya davlatlik istixborot tashkiloti oldingi hafta Istanbulda cho'ng ko'lamli harakat ijro qilib, 7 Xitoyni saxta baza punktlarini qurish, fuqarolarning yanfondagi shaxsiy uchurlarini o'g'irlash va Xitoyga yo'llash qatorliq jinoyatlar bilan ayblab qo'lga olgan. Tekshirishdan ma'lum bo'lishicha, mazkur Xitoylar 2025-yili Turkiyaga kirgan bo'lib, salohiyatini yushirib kelgan. Ular ma'lum bir shaxsdan buyruq ilib, guruh bo'lib harakat qilib, kiralgan mashinalari bilan Istanbul, İzmir, Bursa, Yalova qatorliq shaharlarda josuslik, aldamchilik harakatlari bilan shug'ullangan. Bu qitimli harakatda ular mashinasida jinoyat ishlayotganda qo'lga tushirgan. Xabarda qayd qilinishicha,
Xitoylar ishlatgan yo'tkilishchan saxta baza punktlari yuqori chastotliq signal tarqatib, rayondagi mavjud baza punktlarining signalini bostirdi ekan. Buning bilan atrofdagi kishilarga o'zlarining signallarini avitib, abonentlarning bu to'rga ulanishini ishga oshirdi ekan. Jasuslar bu orqali Yanfonning email nomeri, IP nomeri, so'zlashish xotirasi, qisqa uchur, kredit karta uchurlari qatorliqlarga erishalaydi ekan. Ular kurashtirib chiqqan saxta baza punktlarining uskunlari Xitoydan keltirilgan bo'lib, to'plagan ma'lumotlari abonentlarning uchurlarini Xitoydagi bir mulozimatga yo'llagan. Ularning texnikalik uskunlari Istanbulda elektronlik uskuna sotadigan bir shirkatning Xitoy xo'jayini tomonidan ta'minlangan bo'lib, mazkur Xitoyning navbatdan nazarband qilingan. Shuning bilan birga ishlatilgan uskunlarning Turkiyaga qanday usullar bilan kirgizilganligiga aloqador tamojna, chegaradan kirish xotiralari haqida keng ko'lamli tekshirish boshlangan. Turkiyaning nopozliq axborot vositalari bu to'g'riliq bas-basda xabar tarqatgandan keyin xalq orasida kuchli g'ulg'ula qo'zg'adi. Xususan bu xil alohida jasuslik harakatining Turkiyada tunji qitim ko'rilishi, jasuslarning chet ellik bo'lishi va sonliq ma'lumotlarning Xitoyga yo'llanishi alohida diqqat qo'zg'adi. Netanyahu Amerika harbiy yordamining to'xtatilishi mumkinligini aytdi. Netanyahu bilan Trump hokimiyati o'rtasidagi ixtilofning davomlashishiga ergishib, Israeliya bosh ministri Benyamin Netanyahu Amerikadan ilinayotgan bexatarlik va harbiy yordamning darajalik azaytilishi mumkinligini aytgan. Israeliyada chiqadigan Marrev gazetining xabariga asoslanganda, Netanyahu yakshanba kechasi Israeliya parlamentining tashqi ishlar va davlat mudofaasi komitetida qilgan so'zida, "Meningcha Amerikadan bexatarlik yordami olishni to'xtatishimiz mumkin" degan. Netanyahu Israeliyaning Amerikadan har yili 4 milliard dollar yordam olib qurol-yarog' setib olganligini, ammo bu yordamni olishni to'xtatish ehtimolligining borligini bildirgan. Ammo bu hayron qolarlik bayonotning parda orqasidagi sabablar haqida tafsiliy ma'lumot bermagan. Netanyahuning bu bayonotlari G'azzada tutib turilayotgan ham Israeliyalik ham Amerikalik tutqun Idan Aleksanderning qo'yib berilish uchun Amerika bilan Hamas o'rtasida bevosita suhbat o'tkazilishidan keyin e'lon qilingan. Trump bir bayonotida Hamasning Aleksanderni yaxshi niyatining ifodasi sifatida qo'yib berishni qabul qilganligini aytgan. Hamda G'azzadagi rahimsiz urushni oxirlashtirish masalasi to'g'riliqmi to'xtalgan. Israeliya taratqullarining xabarlariga asoslanganda, Trump bilan Netanyahu o'rtasidagi ixtilofning davomlashishi va munosabatlarning kunsiri yomonlashib ketishi Iran, Yamandagi Husiylar, Israeliyaning G'azzada davomlashtirayotgan urushi va Hamas bilan to'xtab qolgan urush to'xtatish suhbati qatorliq masalalar bilan bog'lanishli ekan. Trump 13 may Saudiya Arabiston, Qatar va Arab Birlashma Xalifligida davlat ishlari ziyoratida bo'ldi ekan, ammo Israeliyaga ziyoratga bormaydi ekan. PKK tarqalib qurol tashlaganligini e'lon qildi. Turkiya uzundan buyon zo'r bexatarlik tahdidi deb qarayotgan PKK o'zini tarqatayotganligini va qurollarni tashlaganligini jakarladi. Turkiya, Yevropa Ittifoqi, Amerika, Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti va dunyodagi nurg'un davlatlar tomonidan terrorlik tashkiloti deb e'tirof qilingan PKK 40 yildan ko'proq vaqtdan buyon 10 minglagan kichik bola, ayollar va erlarning o'ldirilishiga javobgar deb bilingan. Turkiya ovoz radiosining xabarida qayd qilinishicha, 5-maydan 7-maygacha Iroqning shimolida o'tkazilgan qurultoydan keyin terrorlik tashkiloti PKK o'zini tarqatayotganligini va qurol tashlaganligini e'lon qilgan. Turkiya hukumati uzundan buyon PKK va uningga qarashli guruhlarni davlat bexatarligi va rayon muqimligiga tahdid deb qarab va birdan-bir qabul qilg'ili bo'lgan natijaning shartsiz qurol tashlash va tarqalib ketish orqali terrorlik harakatini butunlay to'xtatish ekanligini qayta-qayta ta'kidlab kelmoqda. Bu ilgirlash terrorlikqa qarshi kurashdagi bir burilish nuqtasi deb qaralayotgan bo'lib, Turkiya yanada ehtiyotkorlik bilan harakat qilmoqda ekan. Hurmatli ko'ruvchilar, bugungi xabarimiz mushu yerda oyoqlashdi. Ko'rganingizga rahmat. Atigi programmada ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Allohga omonat.